Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, bu bobongiz pensioner bo'lsa, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki 2026 yilda pensionerlar bir xil tartibda ko'rilmaydi. Amalda ularni 4 katta guruhga ajratib tushunish kerak bo'ladi. Kimdir pensiyasini avtomatik olaveradi, kimdir qayta hisob-kitob qilishga haqli bo'ladi, kimdir hujjat topshirmasa pul yo'qotadi. Yana kimdir qo'shimcha yordam yoki ustama olish imkoniyatini bilmay yuradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi guruhga mansubsiz, nimalarni tekshirish kerak? Qaysi xatolar pensionerning puliga ta'sir qiladi va 2026 yilga tayyorgarlikni hozirdan qanday boshlash kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot faqat sizga emas. Oilangizdagi har bir katta yoshli inson uchun muhim. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda sodda qarardi. Yoshga yetdim, hujjat topshirdim, pensiya tayinlandi. Endi har oy olaveraman. Ko'p odamlar pensiya bir marta hisoblanadi, keyin o'zgarmaydi deb o'ylardi. Aslida esa pensiya tizimida bir nechta muhim omillar bor. Ish staji, rasmiy ish haqi, arxivdagi ma'lumotlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz yashash, qo'shimcha imtiyozlar, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner maqomi. Endi 2026 yilga kelib eng muhim narsa shuki, pensioner o'z holatini o'zi tekshirib turmasa. Ayrim imkoniyatlardan bexabar qolishi mumkin. Davlat organlarida ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni, ko'p hollarda ortiqcha yugur kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar eski ish joyingizdagi staj bazaga tushmagan bo'lsa, arxivda ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, mehnat daftarchada bir harf xato yozilgan bo'lsa yoki sizning holatingiz o'zgarganini hech kim bilmasa, sizga tegishli pul to'liq hisoblanmasligi mumkin. Men pensionerlarni shartli ravishda 4 guruhga ajrataman. Bu guruhlar rasmiy nom bo'lishi shart emas, lekin amaliy hayotda aynan shunday ajratish eng to'g'ri. Birinchi guruh pensiyasi to'g'ri tayinlangan va avtomatik oladiganlar. Ikkinchi guruh qayta hisob-kitob talab qilish kerak bo'lganlar. Uchinchi guruh ishlayotgan yoki qo'shimcha daromadi bor pensionerlar. To'rtinchi guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj, qo'shimcha yordam. Nafaqa yoki ustamaga da'vogar bo'lishi mumkin bo'lganlar. Birinchi guruhga pensiyasi o'z vaqtida tayinlangan, staji to'liq kiritilgan, hujjatlarida jiddiy xato bo'lmagan. Har oy pensiyasi muammosi olayotgan pensionerlar kiradi. Bu guruhdagi odamlar odatda mening ishim bitgan, menga tegishli hammasi kelib turibdi deb o'ylaydi. Masalan, 37 yoshli Karim aka 35 yil rasmiy ishlagan. Uning mehnat daftarchasi to'liq, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar arxivda bor. Pensiyasi tayinlanganda barcha yillari inobatga olingan. U har oy pensiyasini plastik kartaga oladi. Tashqi tomondan qaraganda muammo yo'q. Lekin men bunday holatda ham yilda kamida bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Nega? Chunki pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya, bazaviy miqdor o'zgarishi, qo'shimcha imtiyozlar, oilaviy holat, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxs bor yo'qligi. Birinchi guruhdagi pensionerlar xavotirga tushmasligi kerak, lekin beparvo ham bo'lmasligi kerak. Eng katta xato, agar menga biror narsa tegishli bo'lsa, o'zlari aytadi deb kutish. Amaliyotda har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ba'zan odam o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pul olib yuradi. Yana bir misol. 7000 yoshli Muhabbat opa pensiyasini tax yildan beri oladi. Pensiya tayinlanganda 27 yil staj hisoblangan. Keyin farzandlari arxivdan eski ish joyi bo'yicha yana 4 yillik ma'lumot topib berishdi. Agar bu 4 yil o'sha paytda kiritilmagan bo'lsa, qayta hisoblash orqali pensiya miqdori oshishi mumkin. Demak, odam pensiya olayotgan bo'lsa ham bu hamma narsa yakunlandi degani emas. Birinchi guruhdagilar uchun asosiy vazifa. Pensiya ishida qaysi yillar hisobga olinganini, mehnat staji to'liq kiritilganini, ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, bank kartasi, yashash manzili to'g'ri ekanini tekshirish. Ayniqsa eski hujjatlarda familiya o'zgargan bo'lsa, ayollarda nikohdan oldingi familiya bilan ish yozuvlari bo'lsa, arxiv ma'lumotlari boshqa imlo bilan berilgan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchi guruh eng muhim guruhlardan biri. Bu guruhga pensiyasi tayinlangan, lekin staj, ish haqi yoki hujjatlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lgan pensionerlar kiradi. Aynan shu guruhdagi odamlar ko'pincha pul yo'qotadi. Kimlar bu guruhga kiradi?
Birinchidan, Sovet davrida yoki 1990-yillar boshida ishlagan, lekin arxiv ma'lumotlar topilmaganlar. Ikkinchidan, bir nechta korxonada ishlagan, ammo mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lganlar. Uchinchidan, uzoq yillar kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish, tibbiyot, ta'lim, savdo yoki mavsumiy ishlarda ishlagan, lekin rasmiy tasdiqlovchi hujjatlari tartibga solinmaganlar. To'rtinchidan, ayollar, ayniqsa familiyasi o'zgargan, farzand parvarishi davrlari ishga kirish-chiqish sanalari noto'g'ri yozilgan bo'lsa. Shartli misol keltiraman. 16 yoshli Salim aka 32 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj tan olingan. Nega? Chunki 8 yil ishlagan korxona tugatilgan, arxiv ma'lumoti topshirilmagan yoki topilmagan. Salim aka davlat shuncha berdi, demak shu ekan deb yuraversa, har oy kamroq pensiya olishi mumkin. Agar u arxivga murojaat qilib, sobiq hamkasblarining guvohliklari, buyruq nusxalari, ish haqi vedomoslari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni topsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. Oltin to'qi yoshli Dilbar opa 25 yil maktabda ishlagan. Keyin 6 yil bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lgan. Mehnat daftarchasida bog'cha nomi qisqarma bilan yozilgan. Muhr esa xira. Pensiya tayinlanganda o'sha 6 yilning faqat 2 yili hisobga olingan. Natijada pensiya past chiqadi. Bunday vaziyatda odam men adashdim shekilli deb jim turmasligi kerak. Har bir yil pulga ta'sir qiladi. Bu guruhdagilar 2026 yilda ayniqsa hushyor bo'lishi kerak. Chunki elektron tizimlar kuchaygan, sari hujjatdagi xatolar avtomatik ko'rinadi. Lekin avtomatik tuzatilmaydi. Tizim ma'lumot yo'q desa, sizda haqiqatan staj yo'q degani emas. Bu faqat tizimda ma'lumot yo'qligini anglatadi. Siz uni isbotlashingiz mumkin. 3-guruhga 65 yoshdan oshgan, pensiya olib turib ishlayotgan yoki qo'shimcha daromadga ega bo'lgan pensionerlar kiradi. Bu yerda juda ko'p savollar tug'iladi. Ishlasam pensiyam kamayadimi? Rasmiy ishlasam zarar qilamanmi? Soliq to'laymanmi? Keyin qayta hisoblatish mumkinmi? Men buni oddiy tushuntiraman. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning mehnat faoliyati hujjatlarda ko'rinadi. Bu ba'zi hollarda kelajakda qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki badallar bo'yicha ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham odam kutganidek katta oshish bo'lmaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner eng avvalo o'z ishining rasmiyligini, shartnoma borligini, ish haqi to'g'ri ko'rsatilayotganini tekshirish kerak. Masalan, 8 yoshli Anvar aka pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi unga siz pensionersiz, sizga shartnoma shart emas, naqd beraveramiz deydi. Lekin muammo shundaki, rasmiy hujjat bo'lmasa, ertaga ish joyida jarohat olsa, mehnat nizosi chiqsa, ish haqi berilmasa yoki staj masalasida kerak bo'lsa, Anvar aka o'zini himoya qila olmaydi. Bundan tashqari, rasmiy daromad ko'rinmagani uchun ayrim ijtimoiy yordam masalalarida ham noaniqlik paydo bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. 16 yoshli Zaynab opa pensiya oladi, uyda tikuvchilik qiladi, ba'zan buyurtma oladi. Agar bu oddiy kichik maishiy daromad bo'lsa, alohida masalalar bo'lishi mumkin. Lekin daromad doimiy, katta va tadbirkorlik ko'rinishida bo'lsa, uni qonuniylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Chunki keyinchalik bank aylanmalari, subsidiya, ijtimoiy yordam yoki soliq masalalarida savollar tug'ilishi ehtimoli bor. Ishlayotgan pensionerlar uchun eng katta nozik nuqta, ular o'z maqomini yashirmasligi, lekin ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Ishlasam pensiyamni olib qo'yishadi degan qo'rquv ko'pincha odamlarni norasmiy ishlashga majbur qiladi. Har bir holatni alohida tekshirish kerak. Qonunlarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2026 yilda rasmiy manbadan ma'lumot olish juda muhim. Lekin umumiy qoida shuki, rasmiylik pensionerga ko'proq himoya beradi. 3-guruhdagilar yana bir narsani unutmasin. Bank kartalari, ishonchnoma, boshqa odam orqali pensiya olish, chet elga chiqish, yashash manzilini o'zgartirish kabi holatlar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtashi, qayta tekshiruv talab qilinishi yoki ortiqcha olingan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. 4-guruh eng e'tibor talab qiladigan guruh. Bu guruhga pensiyasi juda kam bo'lgan, yolg'iz yashaydigan, nogironligi bor, qaramog'ida boshqa shaxs bo'lgan, dori-darmon xarajatlari katta, uy-joy sharoiti og'ir, ijtimoiy yordamga ehtiyoji bor pensionerlar kiradi. Ko'p pensionerlar
men pensiya olaman demak boshqa yo'ldan berilmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim hollarda pensiya bilan bir qatorda ijtimoiy yordam, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, moddiy yordam, tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyoz, nogironlikka oid to'lovlar yoki mahalla orqali ko'mak masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Albatta, bularning barchasi aniq mezonlar, oilaviy daromad, yashash sharoiti va hujjatlar asosida belgilanadi. Misol uchun 72 yoshli Sobira opa yolg'iz yashaydi. Pensiyasi shartli ravishda 900 ming so'm bo'lsin. Har oy dori-darmonga 320 ming, kommunal to'lovlarga 280 ming, oziq-ovqatga qolgan pul ketadi. U hech qayerga murojaat qilmagan, chunki uyat bo'ladi deb o'ylaydi. Men bunday holatda aniq aytaman. Bu uyat emas, bu huquq masalasi. Agar odam haqiqatan muhtoj bo'lsa, u mahalla ijtimoiy himoya organlari, tibbiyot muassasasi orqali o'z holatini rasmiy ko'rsatishi kerak. Yana bir misol. 75 yoshli Rustam aka 2 guruh nogironlikka ega, lekin nogironlik hujjatlari muddati tibbiy ko'rik, reabilitatsiya vositalari bo'yicha tartibni bilmaydi. Natijada unga tegishli ayrim imkoniyatlar ishlatilmay qoladi. Bu yerda farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari yordam berishi kerak. Chunki katta yoshdagi odam ko'pincha elektron tizim, ariza, portal, ma'lumotnoma degan narsalardan charchaydi. 4-guruhdagilar uchun 2026 yilda eng muhim narsa o'z holatini yashirmaslik. Agar siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz yetmasa, nogironlik holatingiz bo'lsa, doimiy davolanishga muhtoj bo'lsangiz, buni hujjat bilan ko'rsating. Og'zaki aytish yetarli emas. Tibbiy xulosa, pensiya ma'lumotnomasi, yashash joy davlatnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, xarajatlarni tasdiqlovchi hujjatlar yordam beradi. Endi eng muhim nuanslarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, hujjatlardagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Gulnora deb ketgan. Yoki otasining ismi bir joyda Ahmadovna, boshqa joyda Ahmadovna. Oddiy ko'ringan bir harf pensiya ishida muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotlarni, nikoh guvohnomasini, tug'ilganlik guvohnomasini, sud orqali faktni tasdiqlash hujjatlarini talab qilishlari mumkin. Ikkinchi tuzoq, norasmiy staj. Odam 20 yil ishlabman deydi, lekin hujjatda 12 yil ko'rinadi. Pensiya hisobida og'zaki gap emas, hujjat ishlaydi. Shuning uchun eski hamkasblarni topish, korxona arxivini aniqlash, tuman arxiviga borish buyruq nusxalari va ish haqi vedomoslarini izlash kerak. 3-tuzoq, qo'shnimga shunday qilishdi. Menga ham shunday bo'ladi degan fikr. Pensiya har bir odamda alohida hisoblanadi. 2 kishi bir zavodda ishlagan bo'lsa ham ish haqi, staj, lavozim, tanaffus, imtiyozli davrlar farq qiladi. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin aniq javob bermaydi. 4-tuzoq, ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, boshqa odam orqali pensiya olishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ishonchnoma muddati, notarial tartib, bank talablari, pensionerning tirikligini tasdiqlash kabi masalalar ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak. Aks holda to'lov to'xtashi yoki tekshiruv chiqishi mumkin. 5-nozik jihat, chet elda bo'lish. Agar pensioner uzoq muddat chet elga ketayotgan bo'lsa yoki boshqa davlatda yashasa, pensiya to'lovining davom etishi. Hujjat taqdim etish tartibi, bank kartasidan foydalanish, konsullik orqali tasdiqlar masalasi oldindan aniqlanishi kerak. Kartam bor, pul tushaveradi deb o'ylash xavfli. 6-jihat, ortiqcha to'langan pul. Ba'zan odamning holati o'zgaradi, lekin u xabar bermaydi. Masalan, nafaqa olishga ta'sir qiladigan daromad paydo bo'ladi. Nogironlik guruhi o'zgaradi. Qaramog'idagi shaxs holati o'zgaradi. Agar tizim keyin buni aniqlasa, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun o'zgarish bo'lsa, yashirmaslik kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Agar pensiyangiz muammosiz tushayotgan bo'lsa ham, birinchi guruhdasiz deb beparvo bo'lmang. Agar stajingiz to'liq hisoblanmagan deb o'ylasangiz, 2-guruhdasiz. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, 3-guruhdasiz. Agar pensiyangiz yetmayotgan, sog'liq yoki yashash sharoitingiz og'ir bo'lsa, 4-guruh bo'yicha tekshiruv qiling. 2-qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar,
nogironlik hujjatlari, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari hammasi tartibda bo'lsin. 3-qadam, pensiya hisobingizda qaysi stajlar kiritilganini so'rang. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish mumkin. Hozir ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali ham ko'rsatiladi. Lekin katta yoshdagi odam elektron tizimdan foydalana olmasa, farzandi yoki ishonchli yaqinidan yordam so'rashi kerak. 4-qadam. Arxivni tekshiring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, korxona hujjatlari topshirilgan muassasaga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz? Ishga kirgan va chiqqan taxminiy sanalar. Iloji bo'lsa, eski hamkasblar buyruq raqamlari, korxonaning eski nomini ham ko'rsating. 5-qadam. Agar pensiya miqdoriga shubhangiz bo'lsa, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yetarli emas. Arizada pensiya tayinlashda hisobga olingan ish stajim va ish haqi ma'lumotlarini tekshirib, zarur bo'lsa qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 6-qadam. Ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, mahallaga va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Menga yordam kerak deb aytishning o'zi kamlik qiladi. Pensiya miqdori, uyda kimlar yashashi, daromadlar, sog'liq holati, dori xarajatlari, kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni takrorlang. Agar yolg'iz yashasangiz, bu holatni rasmiy tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam. Ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, mehnat shartnomangizni ko'ring. Ish haqi rasmiy ko'rsatilayotganini, lavozim to'g'ri yozilganini, ish vaqti ta'til, kasallik varaqasi, mehnat muhofazasi masalalari tartibda ekanini tekshiring. Yosh katta bo'lgani uchun ish beruvchi sizning huquqlaringizni cheklashi mumkin emas. 8-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya va imtiyozlaringizni qayta ko'zdan kechiring. Qonunlar, bazaviy miqdorlar, indeksatsiya, ijtimoiy yordam mezonlari o'zgarishi mumkin. Bugun tegishli bo'lmagan narsa ertaga tegishli bo'lishi mumkin. Bugun sizga qanday ko'ringan, hatto bir necha yil davomida katta summaga aylanadi. Demak, 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar o'zini 4 guruhdan birida ko'rish kerak. Pensiyasi avtomatik va to'g'ri tushayotganlar, qayta hisob-kitobga muhtojlar, ishlayotgan pensionerlar va qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyoji borlar. Eng asosiy qo'yda bitta: hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang, huquqingizni og'zaki emas, yozma ariza bilan talab qiling. Agar siz qaysi guruhga kirishingizni bilmasangiz, izohlarda yoshingizni, ish stajingizni, pensiya olayotganingizni yoki ishlayotganingizni umumiy tarzda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumot ota-onangiz, qo'shningiz yoki pensiya yoshidagi tanishingizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat, bitta vaqtida berilgan ariza pensionerning har oylik daromadiga real ta'sir qilishi mumkin.